Havo sovib, salqin tushgandan keyin baquvvat go'shtli taomlar yegimiz keladi. Ayniqsa u og'izda chaynamasdan yutadigan tushonka bo'lsa. Uy sharoitida hamma vitamini o'zida saqlanib qoladigan mazali tushonka tayyorlaymiz. Sal yog'liqqina mol go'shtini turburcha shaklda to'g'rab olamiz. Bonkalarini yuvib tozalab, go'shtlarni birin-ketin joylab chiqamiz. Yarim bonka go'sht solib, ustiga tuz, murch solamiz va lavr bargini qo'yib, qopqog'ini bonkani qattiqqina qilib yaxshilab yopib qo'yamiz. Birinchi bonkamiz tayyor. Birin-ketin hamma bonkalarga go'shtlarni xuddi shunday joylab chiqamiz. Menda 1 kilo mol go'shtiga 4 ta bonkam to'ldi. Qozonga muzdek suvni to'ldirib, bonkalarni solamiz va 3-4 soat yaxshilab qaynatamiz. Agar qozonda suvi kamaysa, qaynagan suv solib turishingiz mumkin. Menga 4 soatga 1 qozon suv bemalol yetdi. Go'shtlarni rangidan qanday pishgani shundoq bilinib turibdi. Hidlarini aytmaysizmi? Bay. Bu taomni homiladorlarga, bolalarga va ota-onalarga tayyorlab bersangiz, duolariga qolasiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan da foydali retseptlar bor. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.